Kelin aybdormi yoki kelinni onasi aybdormi deb kuni kecha bir psixolog ayol bilan podkast qilgandim. Ko'p ayollar menga salbiy munosabat bo'lib, salbiy fikr bildirishdi kommentariyada. Siz qora aka sifatida qanday fikr bildirasiz? Hozirgi kunda ko'proq ota-onalar, kelinni ota-onalari sababchi bo'lib qolyapti. Oilani buzilishiga katta sabab ayolni onasi deb o'ylayman. Oila buzilishiga kelinni onasi aybdor. Nimaga desangiz, masalan bitta gapi bor. Tor qornimga siqqan, keng hovlimga sig'maysanmi deydi. Ha. Shu gap bilan boshlaydi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsam, hozirgi kundagi kelinlarga ota-onalar nima demoqchi? Ering senga mehr bermayapti, e'tibor qaratmayapti deb shu gaplar bilan o'zi qizlarini ko'nglini ham buzib bo'lyapti. Qaytaga bolalarni hozir mehr talab, e'tibor talab, haligi egoist qilib emas, qizlarimizga sabr qil qizim, shukr qil qizim deb shu narsani aytish kerak. Masalan, katta momolarimiz bizi davrimizda bunaqa sharoitlar bo'lmagan qizim. Kir mashinalar bo'lmagan, mol qo'ylar bo'lardi, hammasini qilardik. Shunda ham qaynota, kelin, hammasini xizmatini qilardik. Sabr qilsang yaxshi bo'lib ketadi deb sabr va shukrga chaqirish kerak qizini. O'qib yurmayapti, bu qilmayapti deb bu yoqda ota-ona ham gapiraveradigan bo'lsa, ana shundan oilalar buzilib ketib qolyapti.